Assalomu alaykum, bizni doimiy kuzatib boruvchi aziz obunachilarimiz. Bugungi obyektimiz Beshariq tumani Sardor qishlog'ida joylashgan. Navbatdagi obyektimizga Akfa 6000 Quattro hamda 6000 Trio profillardan yasalgan eshik romlarini o'rnatib bermoqdamiz. Hozir buni qisqacha obzorini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qani, ketdik. Shuni unutmangki, mana bunday chiroyli uy qurib, katta pul sarflab, mustahkam uy qurgandan keyin unga albatta chiroyli hamda sifatli eshik romlardan o'rnatish kerak. Shuning uchun ham navbatdagi mijozimiz aynan bizni, ya'ni Romax Akfa korxonasini tanladi. Obyektimizga esa nimaga 6000 Quattro hamda 6000 Trio profillaridan eshik romlar o'rnatib bermoqdamiz? Sababi bu obyektimiz yo'lning bo'yida joylashganligi sababli mashinalar qatnovi juda ham ko'p, shovqin kuchli. Bu eshik romlari esa shovqinni keskin darajada pasaytirib beradi. Va yana ko'pchiligimiz bilamizki, Beshariq hududida shamol o'ta ham kuchli va chang to'zonli bo'ladi. Ushbu o'rnatib berayotgan eshik romlarimiz esa chang to'zonni ichkariga mutlaqo o'tkazmaydi. Ma'lumot o'rnida shuni eslatib o'tamizki, Akfa 6000 Trio kameralar soni 3 ta, mustahkamlovchi profil 1.2 mm, Akfa 6000 Quattro kameralar soni 4 ta, mustahkamlovchi profil 1.2 mm. Xo'p, eshik romlarimizni rangiga keladigan bo'lsak, antrazit qoraytirilgan oynalardan 2 qavatdan qilib o'rnatib berilmoqda. Biz esa hali ham o'sha fikrdamiz. Eshik romlarimiz uchun 5 yil kafolat, 3 yil servis xizmati mutlaqo bepul. Shuning uchun siz ham tezroq Romaxning romlaridan o'rnating. Romax Akfa.